Hürmetli Uygur vatandaşları, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyede sadaka ediyoruz. Tövbe. Leksiyede sadaka ediyoruz. Washington'dan sözleyimiz. Bugün çizlağı 2022 yıl 3. ayının 8. günü. Bugünkü vaziyet doğrusu gep kılsak vatandaşım. Hazır bir torbiti. 26 gün içinde Rusya'nın 10 tane aeroplanını Ukrayna askeri kısımlara urup düşürdü. Dep yazıptı o vatandaş. İkincisi, anda silahı bir tüzütüş. Türk'ün söz degen muhakeme, vaziyet muhakeme leksiyemde. Hamnepit'nin bahası $200. Altın bir ons'ның bahası $2000. Degen edim tünügün $200 Hamnepit'nin bir barılının bahası degenim hata ketipti. Hata ketdi degendi tünügünkü baha boyunca bir barıl Hamnepit'nin bahası $139. Bugün kecha bu $140 çıktı. Hamnepit'nin bahası $140 çıktı. Endi sizlerden onu Apple sorayım, hata ketip kaptı dep sorup atsam. Bugün 8. günü. Tabii Hansun şirketinin başqarışıdaki pulu qaraydigan jilla tor betidi Çin hanım hem yazmış şekilde hem ağzaki şekilde şundaq dedi ki Rusya Federasyası yoki Prezident Vladimir Putin Hamnepit bir barıl Hamnepit'nin bahasını $300 ko'tardi dedi. Tününkü Apple soray desem ben 200 dep saptıman dep endi $300 keldi vatandaş. Bu şimdi aşken endi axbaratçılık degen şundaq boldu eken. Endi biz hazır muşu sözümüz boyunca bir tahlil qilib o'taylik. Aralıqda Amerika Qo'shma Shtatlari, Avropa İttifaqı Rusiyadan Hamnepit ve tabiiy gaz eksport qilishni to'xtatdi. Bo'libmi hozir Avropaning Rusiyadan keladigan tabiiy gazining trubasi uzildi. Bu Ukrayna orqali Avropaga chiqadi. Ukraynada Rossiya o'zi bombardimon qilib, o'zining nefret yoki ham tabiiy gaz oqadigan trubasini Ukraynada portlatib o'tdi. Bunimi sabab deyli? Yoki urushning vaziyati deyli? Yoki hozirgi Avropa siyosatining vaziyati deyli? Uningdan qat'iy nazar nima bo'lishidan biroq hozir paket shuki, Avropa davlatlari Germaniya ham shuning ichida Ukrayna orqali Rossiyadan yetib keladigan tabiiy gazni va neftni import qilishni to'xtatdi. Bu bir gap, vatandaşım bir gap, cuma iqtisodda bir gap. Endi biz qarab baqaylik hurmatli Uygur vatandaş. Hozir Xeylonjon yani Manjuriya orqali Rossiyaning tabiiy gaz trubasi Jungoga eqib kirdi. Altay vatanimiz Altay mustamlik Uyg'uriston orqali Rossiyaning Hamnepit trubi orqali Jungoga eqib kirdi. Endi eqib kirishning tonna yoki kilovat degani qanchalik bo'la qo'yib turaylik. Nefret ve tabiiy gaz şunda kirdi desek. Hazır Prezident Vladimir Putin yoki Rusya Federasyası bir barıl Hamnepit'nin bahasını $300 ko'targan bo'lsa, şu dereceге örlügen bo'lsa, Cungoluk efendi Cunanxay. Siz Rusya'dan tabiiy gazı şu bahada ve yak Hamnepit'ne şu bahada Jungoga import qilib elib kiremsiz. Tabiiy gazni qo'yib turaysiz. Bu qatorda yo'q deyli. Hamnepitni şu qatorda şu bahada Jungoga elib kiralamsiz Jungoluk efendiler. Bu bir savol deyli. İkinci savol.
Rossiya Ukrainaga 24 kuni 2 ayning hujum qilgan kundan boshlab Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi G'arb dunyosi qo'lidan kelishicha oz bo'lsin, ko'p bo'lsin Rossiyaga iqtisodiy embargo siyosati yurgizdi. Bu siyosatning hozirgi natijasi deyli shundoq bo'lib chiqdiki, hurmatli vatandosh, kelishgan to'xtamla, tuzishgan to'xtamla, besilgan tamg'alar iqtisod sohasida mayli Frankfurt, mayli Chicago, mayli London Rossiya bilan tuzilgan to'xtam kelishim nomlar bo'yicha moncha tonna xomnefit, moncha tonna tabiiy gaz yoki bu moncha kvadrat kub metr tabiiy gaz deydigan to'xtamlar bo'yicha pul to'laydigan chog'da, pul ayrıbaşlaydigan chog'da Rossiya Federatsiyasi qoida bo'yicha dollar orqali to'lash kerak. Dunyoning iqtisodi shu, dollar bilan bo'lib o'tadi. Endi hozir tinigillardan boshlab Rossiya Federatsiyasi hukumati rasmiy uqtirish qilib e'lon qilmagan bo'lsa-mu, lekin Prezident Vladimir Putin o'z og'zi bilan buyruq tushirib, shu qaytariladigan pullarni rubli bilan Rossiyaning rublisi bilan to'lashni buyruq qildi. Rublining qimmati tushib ketdi vatandosh. Endi siz xalqarodagi to'lam yoki to'xtam bo'yicha to'lam birim ishlarida dollarning o'rniga siz bugun rubli bilan qarz qaytaradigan o'ringa tushib qoldingiz yoki iqtisodiy ahvolingiz shu o'ringa tushib qoldi degan gap. Urush boshlanish bilan tag'in Germaniya birinchi bo'lib Beyshi, ya'ni shimoliy belgilik turubba, gaz turubbasimi, tabiiy gaz turubbasimi ishlash yoki eqitish qurilishini, bu Rossiya bilan Yevropa o'rtasidagi qurilishni to'xtatganligini e'lon qildi. Demak, men demoqchi bo'lganim, bugun Rossiyaning iqtisodiy ahvoli shuga keldi degan gap. Endi siz mushu kunda Rossiyaga iqtisodiyat yordam berayotgan Jungodan boshqa hech kim yo'q. Jungo yordam beryapti deyli, yaqinda Xeylonjon orqali qatnayotgan poyezdlarning tuyuqsiz ishlon sonining, vagon sonining ko'payganligini to'g'ri Xitoylar o'zlari pash qildi. Boshundan qaraganda siz Rossiya iqtisodiyatiga yordam beryapsiz. O'tganda Mike Pompeo sobiq davlat ishlar kotibi Tayvanda nima degan edi? Agar sen Rossiyaga iqtisodiyatiga yordam beradigan bo'lsang, embargo. Pul muomala sohasi bo'yicha embargo degan edi. Endi bu oldimizda shu kunga yetib kelamdi, shu taraqqiyotga yetib kelamdi. Buning o'zi bir gap, hurmatli vatandosh. Demak, Rossiya iqtisodda shunday ketdi. Ondan boshda aytdik, Chin xonim bir baril xomnefit $300 deganda kaynidil, ya'ni 3 nafar Rossiya generalining mushaqatin Ukraina urushida arqadan etib o'ldirilganligini yoki vafot bo'lganligini Fan xonim ko'rsatdi. Demak, urush hozir askariy qismlardan olib chiqib, generallar darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, bu ajoyib ish, vatandosh, ajoyib ish. Endi sizlarga so'zlaydigan leksiyalarimizda mushuning munosabat leksiyalarini so'zlaymiz vatandoshlar. Rossiya Ukraina urushining oqibati mana shunday. Endi dunyoga nima olib keladi? Rossiya iqtisodiga nima olib keladi? Rossiya iqtisodining keyingi Jungo iqtisodiga nima olib keldi? Jungo hozir hech narsa bilmas bo'lib o'lib bordi, lekin dardini o'zi bilyapti vatandosh.